Xo'p, ushbu videoda e, sotuvlar haqida gaplashib o'tamiz. E, va ozroq kirim-chiqim haqida ham gaplashib o'tamiz. Chunki ya'ni ozroq statistika va kirim-chiqim. Hop, bular nima degan savol tug'iladi. Xo'p, kirim-chiqim platformani ichidagi hamma rasxodlar va kirimlarni ro'yxati hisoblanadi. Hop, biz agar statistikaga o'tadigan bo'lsak, kassadagi pulni minus $400 qilib ko'rsatadi. Hozircha shunaqa ko'rsatadi va statistika bo'limiga o'tsak, hech nima yo'q bizda hozircha. Nimaga bu minusda degan savol tug'ilishi mumkin. Sababi biz platformaga kirgandan keyin sarmoyamizni qo'shib qo'yishimiz kerak. Chunki platforma pulni shu kirim-chiqimlar, tranzaksiyalarni hisobini olib turib, kassadagi pulni hisoblaydi. Endi bu degani nima degani? Bu degani platformadan ro'yxatdan o'tgandan keyin omborga narsa qo'shishdan oldin iloji bo'lsa yangi tranzaksiya qilib investitsiya qilib turgan summamiz, ya'ni sarmoyamizni kiritib olishimiz kerak. Ya'ni deylik, kichikroq summa yozaylik. Deylik $5000 sarmoya qildim. 5000 emas, 10000 deylik. Ya'ni $10000 sarmoya qildim. Bu pul qo'yish. Keyin tranzaksiyalarda ham tur bo'ladi. Pul olish bor, pul qo'yish bor, qarz berish bor, qarz olish bor. Ya'ni qarz olib qanaqadir ish qilib turgan bo'lsa ham, ya'ni biznesga qarz olib bergan bo'lsa ham belgilab qo'ysak bo'ladi, ya'ni. Xo'p, tavsif buni sarmoya deb yozib qo'yaman. Qo'shish qilamiz. Xo'p, endi mana net natija 9600, jami chiqim, jami kirim va общий harakatlar soni. Ya'ni harakat deganda tranzaksiyalar. Uje bizda chiqdi. Endi hatto filtrlar bor. Masalan, oxirgi ya'ni sotuvga doir tranzaksiyalar, xaridlar, xaridga doir masalan qanaqadir kirim-chiqimlar bo'lishi mumkin. Yoki o'zimiz kiritgan, qo'lda degani o'zimiz kiritgan degani. Pul qo'yish bor, pul olish bor, qarz berish, qarz olish, ya'ni shu filtrlar bor. Keyin tranzaksiyalar ham kirim-chiqimda, ya'ni qaysi sana oralig'ida kiritilganini tanlab filtrlashimiz mumkin. Barcha vaqt qiladigan bo'lsak, barchasini ko'rsatadi. Eng ko'pchilik shu narsaga ahamiyat bermaydi. Albatta bir haftalik filtr tanlab oladi-da, albatta qidirib yotadi. Lekin vaholanki qanaqadir deylik 90 kundan orqada bo'lgan tranzaksiyani qidirmoqchi bo'lsak, filtrni moslab olishimiz kerak. Agar oxirgi 7 kunni tanlab olib, bir oy oldingi tranzaksiyani qidirsak chiqmaydi. Bu narsa sotuvlar, ombor hammasiga doir bu narsani eslab qolishni misol beraman. Hop, endi agar statistikaga o'tadigan bo'lsak, kassadagi pulni $9600 ko'rsatadi. Nimaga? Chunki omborda $400 narsa bor. $400 narsa xarid qildik. Ya'ni $10000 pul tugab, $400 ga bitta telefon oldik. Kassamizda pul $9600 qoldi. Hop, keyin mana bu narsa bor. Ya'ni kassada pulni ham ikki xil valyutada ko'rsatadi. Agar kirim qilib turib, so'm qilamizda, 100 million qo'shsak, pul qo'yish. Buni ham sarmoya deb qo'yaman. Sarmoya 2 deb qo'yamiz. Qo'sh qilamiz.
Xo'sh qilsak, avtomatik so'mni dollarga o'girib turib, jami kirim chiqimni ko'rsatib beradi. Hop, endi statistikaga o'tadigan bo'lsak, so'mni ko'rsatadi, dollarni ko'rsatadi va общий dollarga o'girib turib, kassadagi pul qilib ko'rsatadi. Hop, statistika bo'limida umumiy hisobot bor. O'zi sotuvlar haqida gaplashmoqchi edik. Statistika bilan kirimga asosan vaqt ketib qoldi. Ushbu videoda kirim chiqim va statistika haqida deb nomlasa ham bo'laveradi menimcha. Sotuvlarni keyingi videoda gaplashib o'tamiz. Hop, umumiy hisobot bor. Umumiy hisobotda biz jami aylanma pul, foyda, qancha foyda qilganimiz, qancha savdo qilganimiz, qarzlarimiz, kimga qarz bergan bo'lsa, berilgan qarzlar, keyin nasiya qancha, ombordagi tovar narxi, qancha sarmoya qilganmiz, shularni ko'rsatib beradi. Hop, endi statistikamiz bor. Statistika bo'limida buni keyin ko'ramiz. Hozircha mahsulot xo'shdi, lekin sotuv qilmadik. Shuning uchun ko'rsatmayapti, lekin bu tushum va foyda dinamikasini ko'rsatadi. Ya'ni qancha tushum bo'ldi, qancha foyda bo'ldi. Nasiya undiruvi qancha, eng ko'p sotilayotgan modellar. Keyin 45 kundan o'tib qolgan telefonlarimizni ham ko'rsatadi bu. Yana bir to'xtalib o'taman. Lekin hozircha shu